Bir kampir menga aytdi. Qish bo'yi apelsin postini shishalarda saqlab qo'y. Bu oltindan ham qimmat bo'lib chiqadi. Haqiqatan ham butun umr menga duo qilasan. Xudo uni barakali qilsin. Men hech qachon o'ylamagandimki, apelsin postidan shuncha foyda chiqadi. Qish kirishi bilanoq apelsin postini shishalarda yig'ib qo'yaman. Biz butun umr uni tashlab kelganmiz. Hech kim uning qadrini bilmagan. Bu videodan keyin sen har bir tashlangan postingga afsus qilasan. Endi esa yig'ib shishalarga solib qo'y. Sirni aytaman. Ko'p ayollar buni bilmaydi. Shuning uchun bu fikrni saqlab qo'y. Foydali va yangi. Ko'proq odam foyda ko'rishi uchun ulash. Pastavit fav chiqargan o'zota. Tayyorlash usuli. Apelsin postini qaychi bilan uzun qilib kes. Katta yoki kichik shishalarga sol. Shishaning 3 dan 4 qismini oq sirka yoki olma sirkasi bo'lsa yanada yaxshi bilan to'ldir. Yaxshi yopib qorong'i joyda saqlab qo'y. Eng yaxshi usul qora paketga solib qo'yish. 3 kun o'tgach postloq sirka bilan aralashib kuchli eritma hosil qiladi. Foydalanish usullari: tozalash va dezinfeksiya qilishda, tovuqni yuvishda badbo'y hidni yo'qotadi, idish yuvish suyuqligiga qo'shib idishlarni porlatadi, metal idishlar va nerjaveykani yaltiratadi, oshxona marmarini tozalaydi, ayniqsa qora marmarda juda yaxshi, baliq hidini yo'qotishda samarali. Bu eritma detoldan ham kuchliroq. Sinab ko'r, albatta menga duo qilasan.